Katiga $1600 so'm evaziga 4 kun ichida uylik bo'lish imkoniyati bor. Assalomu alaykum. Mana uzoq yaqindan kuzatib turgan yaqinlarim. Ishdagilar charcham ishlayapsizlarmi? Damdagilar yaxshi dam olyapsizlarmi? Ajlar, men bugun sizlar uchun Farg'ona viloyati Uchko'prik tumaniga yetib kelganman. Uchko'priklik akalarimiz yangilikni zo'rini qilishibdi. Ya'ni 6 metrlik, 12 metrlik konteynerlardan ko'chma uylar, ko'chma do'konlar, qassobxona, chevarxona, kafe, xullas qanaqa kichik biznesga kerak bo'ladigan bo'lsa yokida uchastkaga ko'chmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun uchastkasiga ko'chish kerak, lekin hali uyi bitmadi, tezroq ko'chish kerak bo'lgan akalarimiz uchun ham zo'r variant ekan. Azizlar, bo'lmasa men ko'p gapirib o'tirmasdan videorolikni boshlayman. Sizlar doimgidek bittadan like bosib, kommentariyani yozib, poddashkani qilib yuborsanglar, men xursand bo'laman, doim xizmatingizda bo'laman. Bo'lmasa mana undan boshlaymiz. Xo'p, bunisi 6 metrlik konteynerdan qilingan ekan, yaqinlar. 6 metrga 280 ekan razmeri. Ichlari dekorplast bo'lgan ekan. Orqasi stiklovata tashab, penaplex qilingan ekan. Ya'ni qishda issiq, yozda salqin bo'ladi deyishyapti yaqinlar. Xo'p, hattoki gilamlar tashab qo'yilgan ekan, elektromontajlari bo'lgan ekan, tayyor. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishar ekan. Joyizni aytadigan bo'lsangiz, zagor pishib qoladigan bo'lsa, o'zlari olib borib o'rnatib berishar ekan. Sizni bitta qiladigan ishingiz stalbadan to'kitishni tortarkansiz, kirib yashasangiz bo'laverar ekan. 4 kun ichida bu yaxshi variant bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bunisi 6 metrli ekan, перегородкасы yo'q ekan. Hozir перегородкали variantini ko'rsatamiz. Eshik derazalariga e'tibor beramiz yaqinlar. Haligi plastmassa orzonidan emas, sal qimmatrog'idan ekan. Plastik, bu ham plastik eshik deraza, 2 qavatlisi bo'lar ekan. Mana oynalari ham 2 qavatli ekan. Ya'ni 2 kamerali bo'lar ekan. Zamoglari ham baquvvatidan bo'lar ekan yaqinlar. Bunimiz $1800 ekan. Перегородкasiz variant, eshik derazasi qora svetda, svetida ham narx farq qilar ekan. Qora svetda, seri, to'q seri svetda eshik derazasi bor. Bitta eshik, ikkita derazasi. Ichlari o'sha 6 metr bo'lgan, dekorplastlar qilingan. Taglari chiriydimi degan savollarga azizlar, o'tgan safargi videoroligimizda tagi chiriydi, boshqa qiladi degan gaplar bo'ldi. Yo'q, unaqa narsalar kuzatilmaydi. Mana havo aylanib turish uchun o'sha maxsus teshiklari bor ekan. Mana bunisi перегородкали variant ekan, yaqinlar. Birinchi ko'rsatganimizda перегородкasi yo'q ekan. Bunisini перегородкasi bor ekan, yaqinlar. O'tiradigan joyi 4 metr ekan. Nargi tomonni kladovka qilib berishgan ekan, ya'ni sklad qilib berishgan ekan 2 metr joyini. Mana bitta eshik, bitta deraza ekan. Bunisi oq ekan, mana. Bunisi oq derazada ekan. 4 metr joyi remont bo'lganligi uchun bunisi arzonroq ekan. $1600 ekan. Bu ham o'sha ajoyib elektromontajlari bo'lgan, to'kilash kerak. Biz hozir to'kiyo joyda. Xo'p, tashqi ko'rinishga keladigan bo'lsak, azizlar, tashqi ko'rinishini siz istalgan rangda bo'yab berishar ekan. Yo'q, menga tashqi ko'rinishini o'ratib chiroyli qilib ber, nimadir qilib ber desangiz, pod zakaz qilib tayyorlab berishaverar ekan yaqinlar. Mana перегородка qilingan kladovkasini ko'rsatib o'raylik. Operatorga ham like bosib qo'yasizlar, azizlar. Mehnat qilishyapti. Mana azizlar, bu yerini o'sha dehqon akalarimizga buni tayyorlab berishgan ekan. Ketmon lapatkalar turadigan xona qilib, etajerkalarni ham qilib berishar ekan. Xullas $1600 ga ketyapti ekan bunimiz. Undan tashqari konteynerda o'zi ham sotilar ekan. Konteynerda o'zining narxi $800 dan boshlanar ekan. Xohlagan konteynerda sostenasiga qarab, xohlaganlar uchun 2 qavatlisini qilib berishar ekan. Xohlaganlar uchun 12 metrlik konteynerda ham aytgan proyektingizda uylarni qilib berishar ekan. Manzilni qaytarib o'tadigan bo'lsak, mana tayyorlash jarayonini ham ko'rsatib qo'yaylik, aqllar. Tayyorlash jarayoni mana konteynerda o'zi. Chirigan konteyner biz ishlatmaymiz, umuman sifatlisi bo'ladi doim deyishyapti akamiz. Xo'p, bemalol mehnatlariga, qilayotgan ishlariga garantiya berishaverar ekan. Ustaga hormang. Xo'p, mana azizlar, shuncha bo'lgan degan gapim isboti bilan bo'lish uchun stiklovata tashlangan ekan, mana derazadan. Derazani yoni. Stiklovata tashlangan ekan, mana uni orqasidan mana akamiz penaplex qilishyapti yana. Stiklovatani ustidan yana penaplex qilishyapti. Ya'ni o'sha qishda issiq, yozda muzdek bo'ladi degani bu. Elektromontajlar ham bo'ladi. Bu ham dekorplast bo'ladimi aka? Bu ham dekorplast bo'lar ekan, azizlar. Xohlaganlar uchun boshqacha variantini ham qilishaverar ekan. Mana bunda bitta eshik, bitta deraza bo'lyapti. Ya'ni shu
bunisini bilmayman, lekin akamiz ketib qolibdilar. Xullas yaqinlar, pastdagi nomerlarga aloqa qilsalaring, o'zlari to'liq ma'lumotni berishadi. O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor. Vodiy bo'ylab besplatni ekan. Tog'ni u yonidan, ya'ni Toshkent, Voha tomonlarga kelishilgan holda adresingizni aytsangiz, lokatsiyani tashlab bersangiz, borishaverar ekan. Dogovor qanaqa bo'ladi deganlar uchun pastdagi nomerlarga aloqa qilsangiz, katalog tashlab berishadi. O'ziga yoqqan bitta uyni shu fasonda tanlaydigan bo'lsangiz, $200 zaklab tashlab bersangiz, akalarimiz 4 kun ichida 2 kundan 1 hafta oralig'ida joyingizga borib o'rnatib berishar ekan. Aytganimdek, Istobadan to'kib tortib kirib yashasangiz bo'laverar ekan. Manzil Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosib, kommentariyani yozib, podeshka qilib yuborsanglar, men doim xizmatingizda bo'laman. Boringlarga shukr, like bosgan qo'llaring pachka-pachka dollarlarni sanasin.